Aziz do'stlar, siz bilgan va ishonch bildirgan Umbem klinikasi endi sizga yanada yaqinroq. Biz yangi filialimizni ochdik. Shu sabab yangi klinikamizda turli xil xizmatlar uchun 20% gacha chegirmalar taqdim etamiz. Marhamat, klinikamizga kelib, o'zingiz va yaqinlaringiz sog'lig'iga g'amxo'rlik qiling. Bizning yuqori malakali shifokorlarimiz quyidagi sohalarda xizmat ko'rsatishadi: stomatologiya, ginekologiya, terapiya, lor, jarrohlik, pediatriya, urologiya, UZI va boshqa yo'nalishlar. 5000 dan ortiq turdagi laboratoriya tahlillari olinadi hamda eng yuqori sterilizatsiya darajasi o'tkaziladi. Bizning manzil Moskva shahri, VDNX metro bekati, Kondratyuk ko'chasi 2. Telefon raqamimiz 8 925 103 22 55. Mutaxassis ko'rigiga oldindan yozilishni unutmang. Umbem klinikasi. Biz sizning Donald Trump Eron bo'yicha muzokaralar hali yakunlanmaganligini aytib, AQSh zarbalarni davom ettirishni bildirdi. Bugun yana ham qattiq zarba beramiz, dedi Trump. Uning ta'kidlashicha, tomonlar kelishuvga juda yaqin kelgan, biroq Eron muzokaralarni cho'zishda davom etmoqda. Donald Trump shuningdek, jahon chempionati uchun AQSh vizasini olish bilan bog'liq muammolarga munosabat bildirib o'tdi. Jurnalist AQSh rahbariga ba'zi odamlar jahon chempionatiga borish uchun viza olish tobora qiyinlashib borayotganidan xavotirda deya savol berdi. Trump javob berdi: Biz boshqa davlatlar bilan mamlakatimizga to'g'ri odamlar kelishini ta'minlash uchun juda yaqin hamkorlikda ishlayapmiz, dedi AQSh rahbari. Sergey Lavrovning ta'kidlashicha, kollektiv hamkorlik shartnoma tashkiloti mamlakatlari Yerevan 2 yildan ortiq vaqt davomida a'zolik badallarini to'lamaganligi sababli Armanistonga qarshi tashkilot nizomining tegishli moddasini qo'llashni ko'rib chiqishga kelishib oldilar. Armanistondagi saylov kuni hamkasbim Ararat Samvelovich Mirzayan kollektiv hamkorlik shartnomasi haqida so'ralganda, biz a'zolik badallarini to'lamaymiz, chunki biz shunchaki qatnashmaymiz, dedi. Biz bugun bu vaziyatda nima qilish kerakligini muhokama qildik. Armaniston 2 yildan ortiq vaqt davomida kollektiv hamkorlik shartnomasi tashkilotidan qarzdor bo'lib kelgan. Bu tashkilot nizomida ko'zda tutilgan holat. Eron rahbari yakuniy to'xtamga kelish vaqti yetganini aytdi. Yo urush va yo tinchlik masalasini hal qilish kerak, dedi Eron rahbari. Shuningdek, shahidlik buyuk sharafdir. Biroq dushman qo'mondonlarimizni bunchalik oson o'ldirishi mutlaqo qabul qilib bo'lmas holatdir, deya qo'shimcha qilgan Mas'ud Pezeshkian. Fox News xabar berishicha, Trump Eron elektr stansiyalari va ko'priklarga zarba berishga buyruq berishga yaqin ekanligini aytdi. Soxta yangiliklar tarqatadigan ommaviy axborot vositalari AQSh dengiz blokadasi qanchalik samarali ekanligini yoritishni xohlamayapti. Bu dengiz urushlari tarixidagi eng muvaffaqiyatli blokadadir. Biz xohlamasak hech narsa o'tmaydi. Bu po'lat devordir. Eron umuman biznes qilmayapti. O'z harbiylariga ham, boshqa hisob-kitoblarga ham pul to'lay olmayapti. Tez suratlarida tanazzulga uchragan davlatga aylanib boryapti. Neftning katta qismi tashqariga chiqib ketmoqda. Allohga hamd bo'lsin, dedi AQSh rahbari. Eron kelishuvga erishishni juda uzoq vaqtga kechiktirdi va endi buning evaziga to'lov to'laydi, dedi Donald Trump. Eron harbiylari butunlay tartibsiz ahvolda. Dengiz kuchlari va havo kuchlari kabi ularning aksariyati endi yo'q. Ular butunlay mag'lub bo'lishdi. Eron shunchaki bir uyum temir tirsak otmoqda, lekin hech qanday choralar ko'rmayapti. Yaqin Sharqning bezorisi o'ldi. Ular o'zlariga foyda keltiradigan kelishuvga erishishni kechiktirishdi va endi ular buning evaziga to'laydilar, degan Donald Trump. Turkiya rahbari Rajab Toyyib Erdo'g'on Isroil haqida shunday dedi: Isroilni to'xtatish shart. Bu insoniyatning burchidir. Tarix takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Isroilning barcha sabodoshlariga qaramay, Turkiya o'z mintaqasida tinchlik va osoyishtalik o'rnatish uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qiladi. Telegraf ma'lumotlariga ko'ra, 3000 kilometrgacha masofaga ucha oladigan Flamingo raketasi Moskva, Sankt-Peterburg va deyarli Novosibirga yetib borishga qodir. Asosiy xususiyatlari: uchish masofasi 3000 kilometrgacha, urug' boshining og'irligi 1150 kilogramm, maksimal tezlik 950 kilometr, yo'naltirish tizimi intersial va sun'iy yo'ldosh navigatsiyasining kombinatsiyasi. Ukraina Samaradagi neftni qayta ishlash zavodiga
Flamingo raketasi bilan hujum qildi. JD Vance AQSh va Eron kelishuvga erishish arafasida turganini ma'lum qildi. Ayni vaqtda, nazarimda, biz Qo'shma Shtatlar uchun iqtisodiy nuqtai nazardan manfaatli bo'lgan hamda Eron yadro dasturi muammosini nafaqat hozir, nafaqat Donald Trump rahbarlik lavozimini egallab turgan davrda, balki uzoq muddatli istiqbolda ham haqiqatda hal qiladigan kelishuvga erisha oladigan vaziyatdamiz. Toki mening farzandlarim ulg'ayganlarida Eron hech qachon yadro quroliga ega bo'lmaydi deb ayta olishsin. Siyosatimizning maqsadi ham aynan shundan iborat va menimcha biz buni amalga oshirishga juda yaqin turibmiz. Biroq biz hali yenglarni shimarib, astoydil mehnat qilishimiz kerak va buni davom ettiramiz, dedi AQSh vitse-prezidenti. Rossiya rahbari Vladimir Putin Rossiyaga qarshi ish qilgan va mamlakatni tark etgan rossiyaliklarning mol-mulkini xatlash to'g'risidagi qonunni imzoladi. Huquqbuzarlik ro'yxatiga armiyani obro'sizlantirish, Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy etishga chaqiriqlar, shuningdek, millatchilar ramzlarini targ'ib qilish kabilar kiradi. Ushbu chora javobgarlikka tortilayotgan shaxslarning mol-mulkini, jumladan bank hisob varag'idagi pullarni xatlashni ham nazarda tutadi. Rossiya Kanadada joylashgan va Ukraina uchun dronlar ishlab chiqaradigan korxonalarining manzillarini e'lon qilish niyatida. Bu haqida Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zakharova brifingdagi chiqishda ma'lum qildi. Zakharovaning so'zlariga ko'ra, Moskva Kanada hukumatining xatti-harakatlari munosabati bilan javob choralarini ko'rish huquqini ham o'zida saqlab qoladi.